Oltinchi qism. Hayot savoliga javob izlarkanman, xuddi o'rmonda adashib qolgan odamda kechadigan tuyg'uni tuydim. Yura-yura o'rmon chetidagi yalanglikka chiqdim. Bir daraxt tepasiga chiqib, olis-olislardagi hududsiz makonni ko'rdim. Ammo unda bironta ham imorat yo'q va bo'lishi ham mumkin emas edi. Qaytib o'rmon qa'riga kirdim. U yerda zulmat hukmron edi. Bu yerda ham bironta imorat yo'q edi. Shu ahvolda inson bilimlari o'rmonida tentirab yurdim. Bir tomonimda matematika bilimlari va tajribaga asoslangan bilimlar yog'dusi. Ular ko'z o'ngimda ravshan ufqlarni namoyon etdi. Biroq ular shunday ufqlar ediki, uni mo'ljallab borib bironta ham imoratga yo'liqolmasding. Chunki imoratning o'zi yo'q edi. Ikkinchi tomondan ilma aqliyaga mansub ilmlar zulmati. Men bu zulmat qa'riga kirib borganim sari zulmat quyuqlashgandan-quyuqlasha borardi. Nihoyat ishonch hosil qildimki, qutulishning iloji yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Bilimlarning nurli tomonlariga mahliyo bo'lib yurib anglardimki, men savoldan o'zimni olib qochyapman, xolos. Mening nigohim qarshisida namoyon bo'lgan ufqlar har qancha ravshan, har qancha jozibador bo'lmasin, bu intihosiz ilmlar qo'yniga sho'ng'imoq har qancha maroqli bo'lmasin, endi yaxshi anglardimki, ular, ya'ni bu bilimlar menga qancha kamroq kerak bo'lsa, mening savolimga javob berishdan qancha uzoq bo'lsa, shunchalik ravshanroq edilar. Ha, ilm-fan shu qadar matonat bilan nimalarni bilishni istashi endi menga ma'lum, derdim o'zimga o'zim. Ammo bu yo'lda hayotim ma'nosi haqida savolga javob yo'q. Ilmiy, aqliya sohasida esa bilardimki, ilmning maqsadi to'g'ridan-to'g'ri savolimga javob berishga qaratilgan bo'lishiga qaramay, balki ayni shu qaratilgani tufayli bo'lsa ham ajab emas. O'zimga o'zim bergan javobdan boshqa javob yo'q edi. Mening hayotimning qanday ma'nosi bor? Hech qanday. Yoki mening hayotimdan nima chiqadi? Hech narsa. Yoki hamma mavjud narsa nima uchun mavjud va men nima uchun mavjudman? Mavjudliging uchun mavjudsan. Insoniyat ilmining bir tomonini so'roqqa tutib, men so'ramagan narsalarim haqida behisob miqdorda aniq javoblar oldim. Ular yulduzlarning kimyoviy tarkibi, Quyoshning Gerkules yulduzlari turkumi, sari harakati, inson va uning turlarining kelib chiqishi, cheksiz kichik atomlarning shakllari, efirning cheksiz kichkina vaznsiz zarralarning tebranishi haqidagi javoblar edi. Ammo hayotning ma'nosi nimada? Degan savolimga bilimlarning bu sohadagi beradigan javobi bir xil edi. Sen mening hayotim deb atayotgan narsaning aynan o'zisan. Sen zarralarning muvaqqat tasodifiy qo'shiluvisan. Bu zarralarning bir-biriga ta'siri, o'zgarishi sen mening hayotim deb ataydigan narsani barpo etadi. Bu qo'shiluv bir necha muddat amal qilib turadi. Keyin bu zarralarning o'zaro aloqasi to'xtaydi. Shunda sen hayotim deb ataydigan narsa ham to'xtaydi. Ana unda sening savollaring ham to'xtaydi. Sen tasodifan qurilib qolgan bir tutam allanimasan. Bu bir tutam allanima chiriydi. Shu allanimaning chirishini sen o'zimning hayotim deb ataysan. Allanima shataloq otib yugurib ketadi. Shu bilan chirish ham tugaydi. Hamma savollar ham to'xtaydi. Ilmlarning aniq tomoni shunaqa javob beradi. Agarda u o'z asoslariga qat'iy amal qilish niyatida bo'lsa, boshqa gap aytolmaydi ham. Bunaqa javobdan ma'lum bo'ladiki, javob savoliga javob bermas ekan. Men hayotimning ma'nosini bilmog'im kerak. Sening hayoting cheksiz bir narsaning zarrasidir, degan gap nafaqat hayotimga ma'no baxsh etmaydi, balki bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday ma'noni mahv etadi. Tajribaga asoslangan aniq ilmlarning bu tomoni aqliy
ilmiya bilan g'ira-shira til biriktirib, hayotning ma'nosi taraqqiy etishda va bu taraqqiy etishga ko'maklashuvda derkan. Bu gapni ham o'zimning mujmalligi va xiraligiga ko'ra javob qatorida hisoblab bo'lmaydi. Bilimlarning boshqa tomoni, ya'ni ilmi aqliya o'z asoslariga qat'iy amal qilib, bu savolga bevosita javob berarkan, hamma asarlarda va hamma joyda faqat bitta javobni aytib kelgan va hozir ham shuni aytadi: dunyo cheksiz va anglab bo'lmaydigan bir narsa. Inson hayoti ana shu anglab bo'lmaydigan narsaning anglab bo'lmaydigan bir bo'lagi. Men yana ilmi aqliya bilan tajribaga asoslangan ilmlarning til biriktirishi oqibatida paydo bo'ladigan huquqshunoslik, siyosatshunoslik, tarixshunoslik deganga o'xshash chala ilmlarning keraksiz ortiqcha yukini istisno qilaman. Bu ilmlarga ham yana mutlaqo xato qilgan holda taraqqiyot, mukammallashuv tushunchalarini olib kiradilar. Faqat farq shundaki, aniq fanlarda hamma narsaning taraqqiyoti haqida gapiriladi. Bu yerda esa gap odamlar hayotining rivoji haqida ketadi. Ammo har ikkovidagi xato bir xil. Cheksiz narsaning taraqqiyoti, mukammallashuvi va mukammallashuvi na maqsadga, na yo'nalishga ega bo'lolmaydi va mening savolimga nisbatan hech narsa javob berolmaydi. Ilmi aqliyaga xos ilmlar chinakam falsafaga o'xshab aniq ish yuritadigan bo'lsa, faqat mavjud hodisalarni yangi falsafiy kataklarga joylab, ularni yangi nomlar bilan atashga xizmat qiluvchi o'sha Shopenhauer aytgan professorona falsafa bo'lmasa, faylasuf eng muhim masalani nazariyadan qochirmasa, uning beradigan javobi hamisha bitta bo'ladi. Bu javob Suqrot, Shopenhauer, Sulaymon payg'ambar, Budda tomonidan berilgan javobdir. Biz hayotdan qay darajada uzoqlashsak, faqat shu darajada haqiqatga yaqinlashib boramiz, degan ekan Suqrot o'limga tayyorgarlik ko'rayotganida. Haqiqatni sevguvchi bizlar hayotda nimaga intilamiz? Ta'nimizdan musuvo bo'lishga va tan hayotidan kelib chiquvchi jamiki yovuzlikdan xalos bo'lishga intilamiz. Shundoq ekan, ajal eshigimizni qoqib kelganda biz nechun xursand bo'lmaylik? Donishmand odam butun umri davomida o'limni izlaydi. Shuning uchun o'lim unga qo'rqinch emas. Dunyoning ichki mohiyatini iroda deb anglab, deydi Shopenhauer. Va bu iroda tabiatning ko'r kuchlarining ongsiz intilishlaridan boshlab insonning ong to'la faoliyatigacha hamma hodisalarda moddiy tarzda namoyon bo'lishini e'tirof etgan bilan biz bir natijani mutlaqo chetlab o'tolmaymiz. Irodani erkin inkor etish bilan birga, uning o'zini o'zi mahv etish bilan birga hamma hodisalar g'oyib bo'ladi. Moddiylikning hamma bosqichlaridagi doimiy intilishlar hamda bemaqsad va beistirohat ro'y beradigan mayllar, holbuki butun olam shu intilishlar va mayllarda hamda ular orqali voqea bo'ladi, yo'q bo'ladi. Voqea bo'ladi, yo'q bo'ladi. Xilma-xil muntazam shakllari yo'qoladi. Shakllar bilan birga uning hamma hodisalari o'zining umumiy shakllari bilan birga makon va zamonni bilan birga g'oyib bo'ladi va nihoyat uning eng so'nggi asosini shaklli subyekt va obyekt ham yo'q bo'ladi. Iroda bo'lmasa tasavvur ham yo'q, dunyo ham yo'q. Bizning qarshiligimizda albatta yolg'iz hech narsa qoladi. Ammo ana shu hechlikka o'tishga to'sqinlik qiladigan narsa bizning tabiatimizdir. Tabiatimiz esa yashashga ishtiyoqimizdan, irodamizdan o'zga narsa emas. Bizning dunyomiz kabi o'zimiz ham tarkiban ana shu irodadan iboratmiz. Biz hechlikdan qo'rqib dahshatga tushamizmi yoxud ayni shundoq yashashni istaymizmi?
Buning faqat bitta ma'nosi bor: bizning o'zimiz turgan-bitganimiz ana shu yashash ishtiyoqidan iboratmiz. Undan o'zga narsa emasmiz va undan boshqa hech narsani bilmaymiz. Shuning uchun o'zimiz irodaga to'la bo'lsak, biz uchun iroda mutlaqo mahv etilgandan keyin nima bo'ladi? Hech narsa. Biroq aksincha ham shunaqa. Agar kimlardir iroda o'zgarib qolgan bo'lsa va o'z-o'zidan yuz o'girgan bo'lsa, ular uchun bizning voqea dunyomiz jamiki quyoshlar va jamiki somon yo'llari bilan birga hech narsadan o'zga emas. Hamma narsa behudadir, deydi Sulaymon payg'ambar. Behudadan behuda nimaiki bo'lsa, bari behuda. Odamzod quyosh nurlari ostida terga pishib mehnat qiladi. Bundan unga nima naf? Avlodlar ketadi, avlodlar keladi, yer esa mangu qoladi. Nima bo'lgan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Nima ro'y bergan bo'lsa, o'sha ro'y beradi. Bu yorug' dunyoda hech qanaqa yangi narsa yo'q. Ba'zan biron narsa tilga tushadi. Qara, bu yangilik deyishadi. Ammo bu bizdan avval necha asrlar muqaddam ro'y bergan bo'ladi. O'tganlarni xotirada saqlaymiz. Ammo bundan keyin bo'ladigan narsalar ham bizdan keyin bo'ladigan xotirasidan saqlanib qolmaydi. Men Ekleziast Quddusi sharifda Isroil ustidan podsho edim. Ko'nglimda bir xohish uyg'onib, yer yuzida ro'y berayotgan voqealarning hammasini tadqiq etmoqchi va aql tarozusida o'tkazmoqchi bo'ldim. Bani odamga Xudo shu og'ir mashg'ulotni ravo ko'radi. Bu yorug' dunyoda bo'layotgan ishlarning hammasini ko'rdim. Bari behuda, bekorga jonni qiynamang. Yurakdan chiqarib o'zimga dedim: mana sen oliy martabaga erishding. Mendan avval Quddusi sharifda mavjud bo'lgan jamiki donolikdan ortiqroq donolikka erishding. Mening qalbim ham ko'p donoliklar ko'rdi, ko'p bilimlarga oshno bo'ldi. Shunda men butun qudratimni donolikni anglashga, farosatsizlik bilan ahmoqlikni anglashga baxsh etdim. Ammo bildimki, bularning bari jonga jabr ekan. Sababki donolik ko'p joyda g'ussa ko'p bo'lar ekan. Bilimli odamning boshi qayg'udan chiqmas ekan. Shunda men o'zimga o'zim dedim: qani, seni bir xurramlik sinovidan o'tkazay, yaxshilikdan lazzatlanay. Ammo bu ham behuda ekan. Kulgu haqida bu bema'nilik dedim. Xurramlik to'g'risida esa u nima qilyapti dedim. Keyin ichimdan chiqarib ta'namni sharob bilan lazzatlantirmoqchi bo'ldim. Yana shuni ixtiyor etdimki, ko'nglim donolikni rahnamo deb bilgani holda o'zim hamoqatning nimaligini ham bilmay, toki bani odam uchun nima yaxshi ekanini o'z ko'zim bilan ko'ray. Ular bu yorug' dunyoda kechiradigan qisqagina umrlarida nima ishlarni qilmoqlari kerakligini bilay. Men katta ishlarni amalga oshirdim. O'zimga imoratlar qurdim, tokzorlar barpo etdim. O'zimga bog'lar yaratdim va u yerda bir xil mevali daraxtlar o'tkazdim. Bog'-rog'larni, u yerda o'sayotgan daraxtlarni sug'orish uchun hovuzlar qazdirdim. O'zimga mulozimlar va kanizlar oldim. Bola-chaqalarim ham serobgina edi. Mendan avval Quddusi sharifda o'tganlarning hammasini ko'ra men to'plangan yirik va mayda chorva ko'proq edi. Har xil podsholardan va viloyatlardan o'zim uchun kumushu oltin hamda boshqa qimmatbaho toshlar yig'dim. Saroyimga xonanda-yu raqqoslarni to'pladim. Bani odamga zavq shavq ato qiluvchi har xil musiqa asboblarini keltirdim. Shunda Quddusi sharifda mendan avval o'tganlarning hammasidan ham ulug'roq va badavlatroq bo'lib qoldim. Donoligimga ham hamma tan bergan edi.
ko'zim nimani ko'rsa, men qaytarmay hammasini xarid qilardim. Ko'nglim qanaqa ermakni tusasa, hech qaysisini rad etmasdim. Nihoyat men o'z qo'llarim bilan qilgan ishlarimga, peshona teri to'kib qilgan mehnatimga nazar tashladim va ko'rdimki, bularning bari behuda va bari jonga jabr. Bu yorug' dunyoda ulardan naf yo'q. Men orqamga o'girilib, donolik ham, farosatsizlikka ham, ahmoqlikka ham nazar tashladim. Lekin bildimki, ularning barini qismati bir ekan. Shunda ich-ichimdan chiqarib o'zimga dedim: axir tentak odamning qismati mening ham boshimga tusharkan. Nima uchun men juda ham dono bo'lib yuribman? Shunda ichimda shunda ichimdan ichim o'zimga aytdim. Ich-ichimdan o'zimga aytdim: bu ham behuda. Negaki ahmoq odamni xotirda saqlamaganlaridek, dono odamni ham mangu xotirda tutmaydilar. Kelajak kunlarda ularning hammasi unut bo'ladi va nadomat bo'lsinki, dono odam ham ahmoq bilan barobar dunyodan o'tadi. Shunda men hayotni yomon ko'rib ketdim, chunki yorug' dunyoda qiladigan ishlar ko'zimga yomon ko'rinib ketdi. Chunki hammasi behuda va jonga jabr edi. Yorug' dunyoda qilgan jamiki mehnatim ko'zimga yomon ko'rinib ketdi. Chunki men uni o'zimdan keyin keladigan odamga qoldirmog'im kerak. Chunki odamzod bu yorug' dunyoda mehnat qilib, bu mehnatidan chekkan tashvishlaridan nima ko'radi? Negaki uning hamma kuni qayg'uli, hamma mehnati tashvish, hatto kechalari ham uning yuragi tinim bilmaydi. Bu ham behuda. Yeb ichmoqday ne'mat ham, mehnatdan so'ng rohatu farog'at bilan jonini yayratish ham odamning o'z hukmida emas. Hamma narsani va hammaning qismati bir batavfiq. Odamning ham, betavfiqning ham, yaxshi yomonning ham, pokiza va iflosning ham, qurbonlik qilgan va qilmaganining ham, sersaxovat va gunohkorning ham, qasam ichuvchi va qasamxo'rning ham qismati bitta. Yorug' dunyodagi hamma ishlarda qismatning bitta ekani yomon. Shu tufayli bani odamning yuragi yomonlikka to'la, ularning yuragidan aql qochgan, hayotlaridan ham aql ketgan. Shundan keyin ular o'tganlar safida o'rin oladi. Tiriklar orasida qolganlar hali nimalardandir umid qilsa bo'ladi. Negaki o'lik arslon bo'lgandan ko'ra tirik kuchuk bo'lgan yaxshi. Tiriklar vaqti-soati yetib qazo topishlarini biladilar. O'liklar esa hech narsani bilmaydilar. Ular ortiq inoyat ham ko'rmaydilar. Negaki ularning xotirasi ham unut bo'lgan, ularning muhabbati ham, ularning nafrati ham, ularning rashki ham g'oyib bo'lgan. Bu yorug' dunyoda endi ular endi bu yorug' dunyoda hech narsa bilan sharaflanmaydilar. Sulaymon payg'ambar shunday deydi. Yoxud shu so'zlarni yozgan odam shunday deydi. Endi Hind donishmandlari nima deyishini eshiting. Yosh baxtiyor shahzoda Sakna Muniga xastaliklar, qarilik, o'lim begona edi. Kunlarning birida u saylga boradi va tishlari to'kilib ketgan, so'laklari oqib yotgan, munkillagan bir cholni ko'radi. Shu paytgacha qarilikni ko'rmagan shahzoda aravakashdan buning nimaligini, nima sababdan bu odam shu qadar ayanchli va xunuk ahvolga tushganini so'raydi. Bunday qismat hamma odamlarning boshida bor ekanini yosh shahzoda ham vaqt soati kelib albatta shu ahvolga tushajagini eshitib, shahzoda saylga borgisi kelmay qoladi va bu gaplarning hammasini o'ylab ko'rmoq uchun orqaga qaytishni buyuradi. Uyga yetib borgach, ichkariga berkinib olib, o'ylashni boshlaydi. Bir necha muddat o'tgach, shahzoda bir narsadan taskin topadi.
u yana shod-u xurram va baxtiyor kayfiyatda saylga yo'l oladi. Bu gal unga bemor ro'para keladi. Uning ko'z o'ngida o'lguday toliqqan, ko'karib ketgan, ko'zlarida nur ketgan, dag'dag'a qaltiroq bosgan bechora hol bir odam gavdalanadi. Shu paytgacha xastalik nima ekanligini bilmagan shahzoda to'xtab, nima gap ekanini so'raydi. Shunda bu xastalik ekanini, hamma odamlar xastalikka uchrashi mumkinligini, uning o'zi sog'lom va baxtiyor yurgan shahzoda ham ehtimol ertaga shunaqa bemor bo'lib qolishi mumkinligini eshitib, kayfi buziladi. Kayfiyat chog'lik qilishga xush qolmaydi va uyga qaytishga buyuradi. U uyida yana o'zicha bir taskin izlaydi va uni topadi shekilli, chunki u yana bir marta sayru tomoshaga otlanadi. Ammo uchinchi marta ham yo'lda bir voqea bo'ladi. Odamlar nimadir ko'tarib ketishayotganini ko'radi. Nima bu? Bandalikni bajo keltirgan odam, bandalikni bajo keltirgan odam qanaqa bo'ladi, deb so'raydi shahzoda. Bandalikni bajo keltirgan Bandalikni bajo keltirish shu odamga o'xshab jon taslim qilish bo'ladi, deb javob berishadi. Shahzoda tobutning oldiga boradi, pardani ko'tarib, mayitning yuziga qaraydi. Bu odam endi nima bo'ladi, deb so'raydi shahzoda. Uni yerga ko'madilar, deb javob berishadi shahzodaga. Nega? Negaki endi u hech qachon boshqa tirilmaydi va chirib eriydi, keyin tuproqqa aylanadi. Hamma odamlarning ham qismati shunaqami? Men ham shu ko'yga tushamanmi? Meni ham ko'mishadimi? Men ham irib chirib qurtlarga yem bo'lamanmi? Ha, orqaga qayt, men sayrga bormayman. Bundan keyin hech qachon hech qanaqa sayrga bormayman. Shunday qilib Sakna Muni hayotdan taskin topib olmadi va hayotning turgan bitgani ulug' bir yovuzlikdir degan to'xtamga kelib, butun qalb kuchini undan xalos bo'lishga va boshqalarni undan xalos etishga sarflaydi. Xalos etganda ham shunday qilmoq kerakki, odamning vafotidan keyin hayot bir amallab qayta tiklanmasin, uni butunlay tak-duki bilan tubdan mahv etish kerak. Hind donishmandlari shunday deydi. Insoniyat donolari hayot savollariga bergan bevosita javoblari bunday turur. Jismning hayoti yovuzlikdan va yolg'ondan iborat. Shuning uchun ham bu jism hayotini mahv etish ne'matdir. Biz shu ne'matni tilamog'imiz darkor, deydi Suqrot. Hayot shunaqa narsaki, uning boridan yo'g'i yaxshiroq bo'lardi. Hayot yovuzlikdan hechlikka ko'chish hayotdagi birdan bir ne'matdir, deydi Shopenhauer. Dunyoda hamma narsa, hamoqat ham, donolik ham, boylik ham, qashshoqlik ham, shod-xurramlik va qayg'u, alam ham hammasi behuda va arzimas narsalardir. Inson o'ladi va undan hech narsa qolmaydi. Bu bema'nilikdir, deydi Sulaymon payg'ambar. Azob-uqubatlar, zaiflashish, qarish va o'lim muqarrar ekanini anglab turib yashab bo'lmaydi. Odam o'zini hayotdan xalos etmog'i, har qanday yashash imkonidan mahrum etmog'i kerak, deydi Budda. Ana shu katta aql egalari aytgan narsalarni ularga o'xshagan million odamlar aytgan, o'ylagan, his etgan. Men ham shunday o'ylayman va shunday his qilaman. Ana shu katta aql egalari aytgan narsalarni ularga o'xshagan million odamlar aytgan va o'ylagan, his etgan. Va men ham shunday o'ylayman va men ham shunday his qilaman. Shunday qilib mening bilimlarim o'rmonida dovdirab yurishim nafaqat men tushkunlik botqog'idan xalos eta oldi, aksincha uni yanada chuqurlashtirdi. Bir sohadagi bilimlar hayot savollariga javob bermadi, boshqa sohadagi bilimlar esa javob berdi-yu, bu javobi bilan to'g'ridan to'g'ri mening tushkunligimni tasdiqladi. Bu javob yana shuni ko'rsatdiki, men chiqargan xulosa adashishlarimning hosilasi emas, xasta tafakkurimning mahsuli emas, aksincha u mening o'ylarim to'g'ri bo'lganini tasdiqladi.
Mening o'ylarim insoniyatning eng baquvvat aql egalarining xulosalariga to'g'ri keldi. O'zini laqillatishning hojati yo'q. Hammasi behuda. Tug'ilmagan odam baxtiyor, o'lim hayotdan yaxshi. Shuning uchun hayotdan xalos bo'lmoq kerak.